imtihon vaqtida rulga kelib o'tirganimizdan keyin birinchi qilgan ishimiz mashinani sidinasini o'zimizga moslab to'g'rilab olishimiz kerak. Steplenani bosib ko'ramiz. Oyog'imiz bemalol yetaklaganiga ishonch hosil qilib, qiladigan ishimiz remenni taqib olamiz. Start berishidan oldin steplenani to'g'irladik, remenni taqdik, mashinani o't oldirdik. Keyin bakovoylar bizda qaraydigan bo'lsak, tepaga qarab turibdi. Buni biz ligrovka qilib balon qaraydigan bo'lsak, balon yer eshigini birinchi ruchkasi ko'rib turibmiz. Bu tarafga o'tkazamiz. Bu holatda ham xuddi shunaqa. Mana yer sal o'zimizga tortsak, bizga balon ko'rindi. Bu holatda bizga nimaga kerak? Palaslar bilan ishlashligimiz uchun bizga balon va yer ko'rinishi shart. Endi start berishini kutamiz. Start berilgandan keyin pavorotni chap tomonga yoqamiz, steplenani bosib, mana o'zimizga tortib, birinchi skorsga olamiz. Oxirida qo'l tormozni tushiramiz. Gaz bosmasak ham steplenani o'zida yurishimiz mumkin. Start chizig'idan o'tganimizdan keyin, mana qaraydigan bo'lsak, orqa balonimiz hozir start chizig'idan o'tadi. Mana o'tdi. Pavorotni o'chiramiz. Peshxodga kelib qolishimiz kerak emas. Agar peshxodga kelib qoladigan bo'lsak, bizdan 5 ball jarima qiladi. Mana shu holatda to'xtadik. Bakovoyni tag qismiga qaraydigan bo'lsak, mana bakovoyning tagida oq poloslar ko'rinib turibdi. O'sha ko'rinishni to'xtatadigan bo'lsak, biz 1 metr oralig'ida to'xtagan bo'lamiz. Endi istakadaga chiqamiz. Bu holatda ham mana palasamiz yopdi oldi. Buni qaraydigan bo'lsak, ko'rinadi bakovoy tagidan. Rushnoysiz gaz bosmasdan steplena bilan ishlaymiz. Tormoz bosilgan, steplena qo'yib yuborib, hozir mashinamizning motorini, sal titrashini, ozgina vibratsiya berishini kutamiz. Mana berishni boshladi. Demak, steplenaga teginmaymiz. Tormozni oyoqda olamiz. Qaraydigan bo'lsak, mana yurishni o'zi boshladi va istakadaga chiqib ketdi. Istakadan tushayotganda steplenani bosamiz. Sekin, yumshoq tormoz bilan mana yurishni boshlasak bo'ladi. Endi chap tomonga burishligimiz